Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bizda navbatdagi ishimiz bu yerga fayzli xonadonimizga ikkita o'choq qilib berganmiz. 60 litrli hamda 30 litrli. Kafellari hamma yo'g'i bo'ldi. O'choqlarimizni yoqdik. Ishlashlari nihoyatda go'zal. Alangani qozonga tegishlari ham nihoyatda go'zal, ko'rishlari mumkin. Xo'p, bu o'choqlarning afzalli tomoni ko'zni achishtirmaydi, naveslarini qoraytirmaydi. Mana naveslarni ham chiroyli qilib, kraska qilib, patalolargacha apshifka qilib qo'ydik. Umumiy ko'rinishi. Bu narsa har bir xonadonga kerakli narsa, tavsiya qilaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'choqlarimiz endi tortishlarini ko'rsak, tortishlari mana doimgidek nihoyatda go'zal. Endi telefonda qanaqa ko'rinyapti, bilmadim. Opa. Ikkinchisini yoqqanimiz yo'q. Ikkinchisini ham mana tortishlarni ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa ishimiz nihoyatda go'zal chiqdi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.